May oyida shunaqa bitta yengillik qildik do'stlar. Mana bugun zavoddan bitta Filametaliskiy furgon yetib keldi. Endilikda Tiger VH modellarini, furgonlarni xarid qilsangiz, zavod tomonidan o'rnatilgan Corona bo'ladi. Oldingilarda bo'lmasdi bu narsa. Ko'pchiligingizga yaxshi tanish va 360 kamera bilan jihozlangan bo'ladi zavod tomonidan. Oldingidek oddiy radio magnitofon emas, Android sistemasida ishlaydigan LCD monitor bo'ladi, 9 dyumlik. Mana zavod tomonidan shunaqa yechim qilindi. Xo'p, bugun yetib keldi. Buni narxi 425 million 600 ming so'm. Buni narxi kaziroki yo'q, kamerasi yo'q, monitori yo'q. Buni narxi 419 million 107 ming so'm. Bu yerda ikkalasida yana bitta farq bor. O'sha farqni bilishni xohlasalaringiz kommentariyada yozib qoldiring, men sizga javob beraman. 7 millionga arziydimi? Qaysi birini olasizlar? 419 million 100 ming, 425 million 600 ming.